Hurmatli muxlislar, bugun 23-yanvar. Mana bug'doyimiz dimlashga qo'yib qo'ygan edik, vitgras uchun. Ancha unib qolgan. Ertalab emas, ertaga kechqurunga uje latokka yoyamiz. Hozir mana bu suvda bir bo'ktirib olib, yaxshilab suvni silqitib, yana latokka dimlashga qo'yib qo'yamiz. Mana hozir mana bu cheledek suvga yaxshilab botirib olamiz, bir-ikkida silqitib. Mana başlab qilib, uzoq yaxshilab silqitish kerak. Yaxshilab silqitib olamiz. Suv iloji boricha qolmasligi kerak. Mana bunday qilib. Keyin boksga solamiz. Yana dimlab qo'yamiz. Plotniy qilib. Mana xona temperaturasi hozir mana 16.3. Ertalabkisini ko'rsatmayman. Biri to'la ertaga kechqurun ko'rsataman. Holat qanaqaligini. Xudo xolisa ertaga latokka yoyamiz. Yaxshilikda ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.